Hammaga assalomu obunachilar. Bugun O'zbekiston Chempionlar Ligasining 4-haftasi keldi va bugun biz buni o'ynab ko'ramiz va bir qancha paketlarni ochamiz. Bundan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bilgan bo'lsangiz, yaqin orada 4-5 kun bo'ldi, ertalab bug bo'lib qolgan FIFA va bunda ikkisi rank up oshirish anaqasini o'rniga, jetonning o'rniga ikkisi draftlar ochgan. Shunga kompensatsiya qilib, ikkita 1.17 berishlari kerak edi. Hozir buni berishyapti. Bugun qaraymiz. Mana kulliy ekan bu. Bilmaganlarga, tushunmayotganlarga bu kulliy ekan. Ertaga ham 1.17 beradi, indinga ham 1.17 beradi. Ertaga bitta Chempionlar Ligasidan tanlab olar ekansizlar. Yo'q, ertaga bitta Chempionlar Ligasi tushar ekan, indinga bitta любой событияdan tanlab olar ekansizlar. Hozir o'yinga qaytamiz. Buni 3-0 qolgani bu bizga kerak emas. Ko'rib turibsizlar, bu hafta o'yinchilari Joao Neves chiqibdi. Bu ham yomon o'ynamaydi, faqat bitta no tarafi 3-5 oyog'ida-da. Chap oyog'i sal yomonroq. Uchirora tepaga. Fake shot talanti bor, jump punch, long passer. Yaxshi o'yinchi, maslahat beraman. Kings Richards. To'g'ri, buni tanimagandek bo'lib turibman. Stat yomon emas bo'ladi. Havochiga yaxshi ekan. Udari ham bor ekan. O'z ko'pincha havochilarni men udargan shotingan joyi sariq bo'lib turadi-da, 80-90 shunaqa turadi. Buniki hamma narsasi yaxshi ekan, xuddi yarim himoyachilarga o'xshab. Keyingi o'yinchimiz Ramirez. Bu qaysi pozitsiyada o'ynaydi yana? Bitta kadamada o'ynagan bo'ldi. Bu ham 3-5 chiqibdi. Sat ko'rib turibdilar, Richardsga o'xshab ketadi. Yomon emas, yaxshi o'yinchi. Va keyingisi Vini Junior. O'yindagi eng zo'r o'yinchilardan. Buni olishni maslahat beraman va menga mashpuladan tushiga 9 ta draft ochsam, o'sha mashla tushadi bittasi. Menga mana shu Vini tushib qolsa zo'r bo'lardi, lekin bu Elmaga ham o'toladi. Statini ko'rib turibsizlar. Tezligi boshi bomba. Bu yerdan sanaseta olamiz hozir. $9,911,5 mingta bo'lgan bu. Hozir endi Division Royals'dan olamiz. Menimcha head-to-head bilan menejer modda o'ynamaganman. Yo'q, o'ynamaganman. Buni o'ynagan bo'lishim kerak lekin. Yo, buni ham o'ynaganman. Va yana flashbackdan yana o'yinchilar chiqqan. Rafael Leao chiqibdi. Va Cucurella. To'g'ri aytayman, bu o'yinchilar umuman sizlarga maslahat bermayman. Tushirsalar ham maslahatim sostavli kuchsiz bo'lsa ham, yana o'zingizlar bilasiz, lekin anaqa fragmentga bera olaylik, 50 ta fragmentga. Chunki bu masalan raqib jamoada best bo'lish mumkin yoki boshqa o'yinchi Bale bo'lish mumkin, yaxshi, tez yuguradan. Bemalol o'tib ketadi bu o'yinchilar. Kucurella. Shuning uchun maslahat bermayman. Keyingisi Kike Martinez. Stati yaxshi ekan, lekin uni ham ikki mana vartamda Courtois bor. Rodri chiqibdi keyin. Albatta, Zemaga ham o'tib o'ynaydi bu. Stati bomba ko'rinishda, talantlari ham yaxshi. Men maslahat beraman. Keyingisi eng maslahat beradiganim mana shu Rafael Leao. To'g'risi uchada chap qanotda. Mana ikkita pozitsiyaga o'ta oladi yana, Elma bilan napadayshiga ham o'ta oladi. Setaga. Talant ikkita dona. Dabiatan kulli sog'amizdan olamiz. 10 ta fragment. Aytganch. Italiya ham chiqqan masalan, chiqqan bo'lsa, Braziliya ham chiqqan bo'lishi kerak. Mana Italiya. Yo'q, faqat Italiya o'zi chiqdi. Bunga keyin qaytaramiz, hozir birinchi o'yin qilib qolaylik. Bu yerdan bitta freni olamiz. Draft zo'r bo'ladi. Bu draft zo'r. Boshlanishdan yomon emas. Burada nima bor? Bular bizga kerak emas. Bularni donat qilib olasizlar faqat. Bu yerdan 4 ta olamiz.
Hozir kamroq draf oldim, lekin bugunning o'zida yana 5-6 ta olsam kerak. Chunki sabitalar ichidan ham olsa bo'ladi, bitta samosvetga emas. Hozir endi polni mashina ochamiz. Yoki bitta buni ham ochib ko'ramiz ham. Davay, ketdi uyimiz. Maskuer, birinchi hafta degan o'yinchi. Eduardo Quaresma. Ko'rib turibsiz, 7 ta o'yinchi olib ulardan tushiga, tezroq tugatsam, mashtadan bittasi tushadi. Bu yerda eng kerak emas Richards. Chunki zashdan bilasizlar, 122 Van Dijk bilan 122 Vidic bor. Jo'nevish ham qisman kerak emas, lekin bilmadim, to'g'risi. Eng kerakli Vini. Vini tushib qolsa zo'r bo'lardi. Mana Ramirez faqat 116 tushmasa yaxshi bo'ladi. Ochamiz, yurmadi. Bitta buni ochib ko'ramiz. Ochib ko'ramiz, yursin desh, ochganim. Yaxshi yurdi. 117 tushdi. Dani. Elba. Qaysi klub bu? 113. Kim? Mayxle. Yaxshi. Endi Champions Ligiga qaytamiz. O'tayani kim tushmadi. Mana 5 ta don draf qoldi bulardan tushiga, tezroq topsam. Xolos bitta 117 yoki 116 tusha olamiz. Exchange kiramiz. Bitta buni bu kerak emas, fragmentga yuboramiz. 190 dollar rovna. Hozir yana bitta draf olamiz hamda. Draf olsamki 113 dan 115 gacha olsamki. Bitta draf olaman, mayli. Mana boya paketdan ochdim, o'shani qoplab beradi. Mana yo'lga o'tib olsanglar, 30 ming TL bo'lsa, mana bemalol bitta draf ocha olasizlar. Ko'p skidkalar bo'ladi bu yerda lekin. Shundan kirib, narsalar orasi. Bitta draf bor. Ikki mashina ocharsam yana. Kamal. Ket. Turdi. Marrakesh. Brian Diaz. Horizontal. Stadani ko'ramiz. 5-5 oyoq ko'rib turibsizlar. Vashcha zo'r degani bu. Kezaland. Udari 127, 133, passing 119, dribbling 135. Shu defending bilan physical yomon-da. Defending bilan tez charchab qoladi bu. O'ynasa. 5-5 oyoq zo'r. Voy, 4 ta doni qoldi. Pul B'dan kam qoldi lekin. Endi hozir Italiyaga qarab ko'ramiz, hamma nima kelgan ekan. Bu Angliya, buni bitirganman va Gerard kartini olganman bu yerdan. O'ynayotgansizlar va nima qiladi bu yerdan? Hozir olasizlar. Tamam va oxiri 300 ta beradi. Hozir ko'rsangiz Gerard kartini olganim mana. Mana kartini olganman. SCN o'rniga, chunki o'ynamayotgan bo'lgan. Sizga yomon emas, lekin zo'r ham emas buni. Lekin talentlari zo'r. Endi Italiyan o'yinchilarini qarab ko'ramiz. Agar nasib qolsa, men 3-haftasida Braziliyaga kelish kutilmoqda va bu yerda Neymar kelish mumkin. Esposito, Alitano, Cambiaso, Raspadori. Bu yerda hammasini taniyman qisman. Mancini, Romada bir vaqt zo'r o'ynagan, bu ham Locatelli. Juventus sobiq o'yinchisi. Oldin hech kim tanimagan deyarli. Bu qaysi komandaga o'tdi? Interga qaysi komandaga o'tgandan keyin tanilib ketgan bu ham. Va Di Lorenzo. Keyin Donnarumani ko'ramiz. Barella. Yaxshi o'yinchi bu ham. Yaxshi talentlari bor. Va Calafiori bu 114 kartasi ham bor edi. Adashmasam Angliya tarixi o'shandan chiqdi.
LB pozitsiyada chiqdi, bu endi KVda chiqdi. Va keyin arzimaydi ekan 115. Donnarumani 115 qilib chiqarishibdi. FIFAdagi eng zo'r darvozabonlardan bittasi. Ne 115 qilishni bilmadim. Men Tonalining o'rniga Donnarumani qo'ysa bo'ladi degan bor-ku. Keyingisi Badjoni City'da qo'yishibdi navbatda ishiga. O'zi bu yarim himoyada o'ynardi, ana hujumkor yarim himoyada. Hamma bilsa kerak buni, chunki albatta oldin penaltidan ura olmagan. Shundan hamma taniydi. Tonali keyingisi Totti, Francesco Totti. 114 over karti bor edi, uni danat qilib olinadigan karti. Shu vashcha zo'r o'ynardi lekin bu kartni bilmadim. 5-5 oyoq ko'rib turibsizlar. Va keyingisi va eng zo'ri Botti Nesta. Balkim Botti FIFAdagi eng zo'r himoyachilardan bittasi bu. Ko'rib turibsizlar, 1.05 defending. Hozir bir xil 117 da ham yo'q. Charchamaslik ham zo'r, 136. Bu darajada sal muammo bor. Zashnik bo'lgandan keyin shunaqadek. Ko'rib turibsizlar, bugun shunaqa o'yinchilar chiqqan. Endi Champions Liga. Ramirez chiqdi, Ramirez. Oxirida bitta taraf berar ekan. Va buni o'ynamaganingizdan keyin, mana shu 4 ta o'ynaganingizdan keyin mana bitta hozir. Mana bitta draft beradi mana. Mana shu 4 tadan o'yin bo'lsa, jami 16 tasini bitirishlik kerak, 16 ta o'yindan. Nima buni karta ochmadi? Kech o'yinni ko'rdim, vash yondi o'yin. Oxirida bari yomon urib ketdi lekin. Bavariya o'yinchilar ko'tarilishi kerak edi. Bu yerdan bag'ri yig'olmayman. Maritani o'raman. Xannada 5 ta fragment. Ramdiyazdan beraveramiz va rovna 200 ta bo'ladi. Ya'ni 250 taga bitta 117 ta olaman. Va albatta bu ertaga beradi. Aniq. 100%. Va buni endi. Mana. Qanaqa o'yinchilar bor ekan? Zico bor, Maldini, Cafu, Gullit, Mbappe, Nuno Mendes, Vitinha. Ko'rib turibsizlar, futbollar ham bor ekan. Mana shu oxirgi chiqqan sabitalardan-da. Hozir menga bitta eng kerakligicha bittasi mana Beckham kerak menga. Beckham karta. Ishmay qalam kerak. Va Bale bo'lsa bu ham kerak. Va kecha YouTube'ga bitta video qo'ydim. FK beta haqida. Ko'rganlar ko'rgan va ko'rmaganlarga hozir o'rgatib ketaman. Birinchi bo'lib shu Play Marketga kirasizlar. Qanaqa o'rnatishni bilmayotganlar uchun bu band yozasizlar. Va aniq qaysini o'tkazishni o'rgataman. Mana aniq mana mashinani o'tkazasizlar. VPN Super Unlimited Pro. Mana bunga kirib olasizlar-da. Va buni kirgandan keyin mapni yoqib aniq Kanadaga o'tkazishingiz kerak. Yo'qmasa boshqa davlat bo'lsa bo'lmaydi. Men shuna Kanadani oldi, shunda belgi bor, shu yerdan Kanadani tanlab, sizlarda любой davlat bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Germaniya va hokazo. Va yoqib olasizlar. Keyin Play Marketga kirib, ko'plar mamlakat sog'ligiga hozir
shu VPNni yoqqandan keyin Play Marketda beta deb yozsa chiqmayapti-yu, deyapti ko'plar. Va bu yerda o'zinglar mani akkauntiga o'tib olasizlar va eng pastda настройки bor. Va общий kirasizlarda настройки аккаунти устройства turadi. Va bu yerda mana ko'rib turibsizlar mana shunday mana strаны profili. Va bu yerda Play Market O'zbekiston turibdi. Shu yerda aniq 100% kafolat bilan Kanada bo'lishi kerak bu yerda aniq. Agar Kanada turmasa yoki beta chiqmasa, mana bunaqa ko'rasizlar. Kirasizlar VPNga. Короче, o'chirib yana ozgina o'tgandan keyin boshdan yoqib yuborasizlar. Keyin yana Play Marketdan qidirish boshlaysizlar. Aniq chiqadi. Mana o'zim o'tkazganman betani. Bu hech qanaqalarga zarchiverdan o'tmayapti lekin. Va bugungi videoning shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Har sog' salomat bo'ling.